Yana bir assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Mana bugun ikkinchi xizmatni ham tugatib chiqdik. Ikkinchi xizmatimiz aynan Narpay tumanida bo'lib o'tdi, Samarqand viloyati. Oqtoshda bo'ldi. Men bir narsa aytmoqchiman. Juda ham samimiy insonlar ekan, ko'rib hayron qoldim. Bekorga video qilmayapman, chunki shu narpayliklarni aytib video qilyapman. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Shunaqa ham odam bo'lasizlarmi? Shu darajada mehr va oqibat ko'p. Juda xursand bo'lib qaytdim hozir. Kirishimda ham yaxshi kutib oldinglar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Chiqib ketishimda ham Alloh duo qilib, shunaqa bir zo'r emotsiya bilan chiqib keldim. Mana shunaqa kuzatib qo'ysanglar, yana kelgim keladi-da, ko'z tegmasin. Mehr muhabbat uchun katta rahmat. Narpayliklar, Oqtoshliklar, butun Samarqand. Bugun ertalab borgan joyimiz ham juda ajoyib, hammasi yaxshi. Lekin narpayliklarga umuman